Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 17 avgust kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. Bir AQSh Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. dollari 11.891 so'm 18 tiyin bo'lib 46 so'm 71 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 13.753 so'm 34 tiyin bo'lib 15 so'm 82 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin bo'lib 7 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 25 so'm 64 tiyin bo'lib 4 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba Markaziy bank.